Kadiz qaynonam pomidorli ramyon pishirib ko'rishni maslahat berdilar. Juda ham mazali chiqar ekan. Men shu paytgacha pomidorli ramyon yeb ko'rmaganman. Shuning uchun birgalikda pishirib, birinchi marta yeb ko'ramiz. Ketdik. Qani endi pomidorli ramyonimizni yeb ko'ramiz. Dahshat issiq hali. Pomidorda ta'mi kelyapti ramyondan. Kichkina pomidor shirin ta'mli bo'ladi-yu, shuning uchun shirin ta'mli, shirin va achchiq ta'mli ramyonni ta'mi kelyapti. Kimchi ramyondaqa juda ham mazali deb ayta olmayman, lekin pomidorli ramyon ham yaxshi ekan. Menimcha bu yerga tuxum ozroq qo'shib olsa yanada mazaliroq bo'ladi. Bulyonini ichib ko'ramiz. Lekin bulyoniga gap bo'lishi mumkin emas.